Assalomu alaykum, bizni hurmatli digital mehmonlar. Men Kavsar Kurash, bugungi dialog programmasining riyosatchiligini men qilaman. Hozir mehmonimiz Tahir Umut efendim, rejissor ve şair. Hoş geldin Tahir aka. Hoş buldum. Ve aleyküm assalam. Emmalak salam mendin. Şu soraydigan Uyghur kinochilik qachanda başlagan? Bu Uyghur kinochiligini qachanda başlanganligini deyishdan avval Uyghur kinochiligi degan nima degan bir savolga javob berish to'g'ri keladi. Endi odatda normalda bir kinochilik millatning ismi bilan atalmaydi. Masalan, Fransiya kinochiligi deymiz, İtaliya kinochiligi deymiz, davlatlarning nomida atildi. Chunki odatda davlat bor, milliy davlatlar bor, o davlatlarningki kinochilik şu devletninki namında atıldı. Hem de bu Xitayda hem de asallık millet kinochiligi deydigan bir kategoriya şekillengen. Xitaylar üzüm şu mevzu deyin deydi hem de. Şunun qatarda hem de Uyghur kinochiligi deydigan bir tür bor. Lekin hem de bu Uyghur kinochiligi bilan köp sonliq odamlar Uyg'urlar temizdagi kinolarni aralashtirib yurdi. Masalan, Uyg'urlarda 50-yillarning oxiri 58-yili din başlangan Uyg'urlar temisida ishlangan kinolar. Eng burun başlangan Bo'stonliq tantana, 60-yili ikki avlod, anandaki Anarxon, Yiroqdagi uchqunlar degan bir turkum kinolar ishlangan. Bu kinolarning hammasi yana atalmış madaniyat inqilobidan burun, yani 66-yildan burun 58-yildan keyin, 57-yildan keyin. Hamda bu kinolarning hammasi dastlab qadamda Uyg'urlar temisida, Xitoy chegarasi ichida Uyg'urlar temisida ishlangan kinolar. Hamda bu kinolarni Uyg'ur kinochiligi tava qilamdiq, qilmamdiq deydigan bir ilmiy masala bor bu yerda. Bu kinolarningki hammasini Xitoylar yozgan ssenariysini. Rejissor Xitoylar, hatto asosiy ijodiyatchilarning hammasi Xitoy. Andan keyin bu kinolar lekin Uyg'ur turmush tasvirlangan. Ham uning ichida ba'zilari Millatlar Ittifoqligi, masalan, ikki avlod degan Millatlar Ittifoqligi, Anarxon degan pomishchilarga qarshi yer islohotini modellaydigan kino. Andan keyin Mustaq kelgan mehmon deganlar Fanto deydigan bir tur bor. Xitoylarning ayni chog'da shu Kuomintang shpionlariga qarshi, Tayvandagi Kuomintang shpionlariga qarshi ishlangan kinolar. Degandek ham hammasi siyosiy maqsad bilan, masalan, qozoqlar temisida Tianshandagi Qizilgul, Tangirtaq Qizilguli degandek filmlar shu mazgilda ishlangan. Ham bu filmlarning hammasi Xitoyning o'zining siyosiy tashviqoti uchun xizmat qiladigan filmlar hamdi. Lekin bu filmlarni biz hamda rasmiy ilmiy nuqtadan aytgan chaqda Uyg'urlar kinosiga tava deb qaramaymiz. Chunki keyingi mazgilda Xitoydami bu tema bir necha qatim muzokara qilingan, ya'ni qanda bo'lgan chaqda bir millatning kinosi bo'ldi yo bir davlatning kinosi bo'ldi deb. Hamda buningda o'lcham bor. Ssenarist, rejissor, en kam deganda mush ikki asosiy ijodiyatchi bilan andan keyin shu filmda tasvirlangan turmush shu millatning bo'lsa, andan keyin biz uni milliy kinochilik tava deymiz. Masalan, nurg'un misollar bor. Masalan, Xitoylar temisida chet elliklar ishlagan kinolar bor. Ular Xitoylarning kinosiga tava qilinmaydi. Shuningdek, boshqa millatlar temisida ishlangan boshqa davlatning, masalan, Amerika, Gretsiyaninki bir kino ishlagan bo'lsa, yoki nimxon bo'lsa, u ijodiyatchi amerikalik bo'lsa, bu kino Amerika kinosi hisoblanadi. Shunga hamda bu Uyg'urlarning kinosiningki ahvoli dastlabda shunday bo'lgan. Keyin madaniyatlar boshlangandan keyin Tangirtaq kinosida deysi, to'xtab ishdan butunlay Xitoyning siyosiy tashviqot filmlarini tarjima qilishga o'tgan. 10 necha yil shuni bilan shug'ullangan. Albatta bu texnik Uyg'ur kinochiligiga kirmaydi. Madaniyatlar oxirlashgandan keyin 80'larning boshlaridan tortib eng burun Baxt naqsi degan film ishlandi. Guangchunlan deydigan Shiba millatidan bo'lgan bir ayol rejissor, hamda o'zi Xitoy hamda shu o'zi Shiba, tug'ilish Shiba, ammo shu butunlay shu Xitoy hamda. Bu ayol yiliga birdan kino ishladi. Ya'ni 70'larning oxiri 80'lardan boshlab hamda Xitoyningki nisbatan echivitilish, nisbatan erkirak bir muhit hozirlangandan keyin hamda Xitoylar kun siri o'sayotgan asalliq millatlarning ma'naviy ehtiyojini qondirish uchun
mush kino, radio, televiziya, teatr, naqsul, muzika mushlan taraqqiy qildirimiz deb adabiyotmi bor. Shu mezgilda Asal millatlar temisida kino ishlashga jiq mablag' solgan planliq ilk mezgilda. Bu Guangchunlan degan kishi, bu ayol har yili o'tirish bilan birdan kino ishladi. Shu dastlab ishlangan baxt naqsdan tortib, undan keyin sirliq karvon deymiz, Rana'nın to'yi deymiz, artist bo'lmaydigan qiz deymiz. Jiq unda kinolar. Haki 95-yilgacha har yili birdan o'tirish bilan har yili birdan 15-16 kino ishladi bu ayol. Hamda bu kino ishlash jarayonida Uyg'urlardan hamda az sonda bir kino chiqdi. Masalan, Boytaqlar oilasi deganda To'yg'un Kam ishladi, To'yg'un Ahmadi. Buni kim avtori Uyg'ur ssenaristi, nemisimi shu, rejissyorimi. Andan keyin Molla Zaydin degan kinoni ishladi, To'yg'un Kam. Andan keyin Mamtim Nazrat, hozir Turkiyada inqilobchi, keyin inqilob yo'liga mangan Mamtim Nazrat yozgan ana bu deydigan bir necha filmlar bor. Hamda mush filmlar andan keyin G'arib Sanamning ssenariysini Uyg'urlar yozgan, Ali Aziz, Tepchi Aliyev bir nechalar. Hamda shuni hisobga olgan chaqda asosiy ijodiyatlarimiz Xitoylar. Şun bu mezgildi kinolarni mı hem de Uyg'ur kinochiligining gullangan davri deb ataydi. Amaliyotda rasmiy astoydil ma'noda aytganda bu mezgilli kinolar mı Uyg'ur kinochiligi kirmaydi. Bu kinolar mı asas jihatdan şu Uyg'urlar temisidagi kinolar. Endi Uyg'urlar temisidagi kinolar doirasiga kirdi. Endi bu kinolarni endi chiqinglar balkim sizlar kichik ko'rmagan bo'lishinglar mumkin. Hozir balkim YouTube'lardami bor. O kinolar ham haqiqatan Uyg'urlarning turmush tasvirlash, Uyg'urlarning masalan artist bo'lmaydigan qiz degan badiyniqlar mezgildagi yori tasvirlangan. Rana'nın to'yi deganda feodallik to'y qoida tuzumiga jang e'lon qilingan. Sirliq karvon degan milliy bo'lginchilikka qarshi film. Demak ham shunday nurg'un filmlar shu mezgilda ishlanadi. Bu filmlarni haqiqiy ma'nodagi Uyg'ur kinochiligi deganga tavaqqi qilib bo'lmaydi endi. Hamda haqiqiy ma'nodagi Uyg'ur kinochiligi degan nima desa, biz ham sizlar bilamiz to'qmayman. Ya'ni 96-yili bu kishini tanimsiz degan bir ikki qismli televiziya teatr chiqdi. Buningda Abdulla Abdurahim naqshchilar shular rol oldi. Shu filmdan tortib 2005-yilga kelgich bo'lgan 10 yilga yaqin vaqt ichida VCD filmlari deydigan bir narsa chiqdi. Endi bu bir texnik atalg'u, bu VCD degan. Hamda bu DVD bilan keyingi mezgildagi bu nimaninki Lushangday deymiz Lushangday davri, ham Lushangday bilan damalliq Uyg'urcha ig'zim kamida. Lenti bilan shu DVD o'tirishlik bir o'tkinchi bir mahsulot Yaponda paydo bo'lgan. Endi shu VCD texnikasi paydo bo'lgandan keyin filmni ishlab, andan keyin shu VCD ishkital VCD diskiga 30 minut 60 minut qismi nisbatida shuni 90 minutlik bo'lsa 30 minutdan yo undan jiqroq bo'lsa 45 minutdan 1 soatdan qachilab ikki qism qilib shuni ishlab ko'chaga chiqib qaltakda sotgan bir bozor shakllandi. Endi bu bozor yolg'iz kinolarga qolmadi, MTV'lar ishlandi, muzik videolar. Andan keyin shu filmlar ishlandi. Hamda mushu mezgil kelgan chaqda mushini ham haqiqiy deyish to'g'ri kelsa Uyg'ur kinochiligi desa bo'ladi hamda. Lekin bularning hammasi televiziya teatri o'lchimida ruxsat elingan, ham hatto televiziyadan qo'yilmay, hamda shu VCD unsin buyumi sifatida bozorda diskada sotilgan. Hamda garchi bularning sifati tuvan bo'lsa-mu, saviyasi nisbatan yuqori bo'lmasa-mu, ammo shu mezgilda xeyli yomon emas bir turkum filmlar borliq keldi. Masalan, Olimjon bo'lsin deymiz, men ishlagan hamda o'zim ishlagan vaqtga emas, hamda boshqalarning bergan basbuch deymiz, masalan, Ayg'uva deymiz. Andan keyin Olimjon bo'lsin, sirliq qirliq stakan deymiz. Andan keyin nurg'un filmlar bor. Hamda bizniki bir doktor bor, Zamira deydigan Shinjong san'at institutida. Shu xonimninki doktorlik dissertatsiyasi, ya'ni Uyg'urlar temisidagi televiziya teatrlari tadqiqoti degan kitobiga qaragan chaqda shu mezgilda ishlangan televiziya teatrlari 10 yil ichida ishlangan televiziya teatri nomida VCD diskisi ishlangan filmlarning umum soni 200 dan oshadi. 200 dan oshadi. Buning ichida sifat yaxshiroqlarimi bor, sifat nacharlarimi bor, mablag' oz selinganlarimi bor, mablag' jiqroq selinib yaxshi ishlanganlarimi bor, o'xshamaydi. Endi agar Uyg'ur kinochiligi deyish to'g'ri kelsa, mana mushlarni biz Uyg'ur kinochiligi desak bo'ladi. Ondan keyin 2003-2004dan keyin bu kompyuter texnikasi umumlashdi. Ham uning ustiga bu VCD filmlari bu bozor qonuniyatiga uyg'un emas. Ham sizlar kinochilik bilan shug'ullangan, orangda mush kasbni bilgan bolalar bilasizlar yoki odat normal deysiz qilasizlar. Bu kino degan kinoxonada qo'yib, balet kirim orqali pul topadigan narsa. Televiziya teatr degan televizorda qo'yib,
e'lon orqali pul topadigan narsa. Hech qanday dunyoning hech qanday yerda kinoni ishlab, VCDga qachilab, qaltakda yo daydukini sotmaydi. Lekin bizda shunday bo'lib qoldi. Chunki televiziya bizning qo'limizda emas, kinoxona bizning qo'limizda emas. Shundan ilojsiz bu Uyg'urlar ishlagan filmimizni VCD diskiga qachilab, Unsin buyum sifatida, Unsin nashriyat tarafidan nashr qildirib, ko'chada sotdi. Lekin ma u chaqda texi kompyuter texnikasi yuqori bo'lmag'achqa, ma uyish kolo, ya'ni ko'paytirish texnikasi bo'lmag'achqa, bular har holda setildi. Hatto Xotandek yillik kirimi, o'tirish kirimi 2000 ko'ydan oshmaydigan rayonda 40 stakan degan dayni xalqlar 100 ko'ydan elib ko'ydi. Demak, ham xalqning ma'naviy jihatdagi shu chaqdagi ehtiyoji qaysi darajaga borganligini mana bu shunday ko'rib olgan bo'ldi. Hamda VCD filmlari hamda bunda zag'ir tilda atab tursak, bu filmlarni haqiqiy Uyg'ur kinochiligi deb atash muvofiq deb qarayman. Undan keyin hamda boy degandek bu u ish ko'paytirish texnikasining nimasiga ergishib, bu kuchli qo'llaydigan televiziya nimasi bo'lmag'achqa, televiziya stansiyasi bo'lmag'achqa bu filmlar o'ldi. Yani onundan keyin bu filmdan bunda film ishlash, chunki bozor qonuniyatiga uyg'un bo'lmagan ekan, u imkoniyat davomlashmadi. Shundan 2004-2005 yillari bu ish to'xtadi. Uyg'ur kinochiligining ahvoli shu. Onundan keyin hamda ba'zi yosh bolalar bir qism qisqa filmlarni ishladi, hozir ishlab o'tdi. Onundan keyin ba'zi televiziya teatrlari ishlandi, ko'p qismli ishlandi, qisqa ishlandi. Shu bizning ahvolimiz shu o'zimizningki siyosiy ahvoliga o'xshashroq shu holatda ming'iliq hamda Uyg'ur kinochiligining ahvoli mushu holatda. Onda bo'lsa shu DVD degandek vaqtlarni hisoblasak, eng kuchli vaqti shu 95 atroflari bilan 2005. Shu atrof. Shu 10 yil ichida Uyg'ur kinochiligi, Uyg'urlarning milliy kinochiligi hamda Uyg'urlar o'zlari kuchab, o'zlari. Masalan, bu mezgilda ham yana bir yaxshi narsa, shundan keyin Muqamning DVD'si ishlandi, Mashrabning DVD'lari ishlandi. Hamda ash VCD filmlar tufaylidan bir turkum Uyg'ur kino televiziya xodimlari yosh bola yetishib chiqdi. Undan burun 96dan burun agar bir filmni ishlaymiz desak, Xitoy texniklar aralashmay turib qig'ilolmaydi, Uyg'urlar mustaqillanmaydi. Mayli ovoz bo'lsin, chiroq bo'lsin, yoki grim bo'lsin, yoki operatorlik bo'lsin, qanday sohada biz endi shu Xitoylarga tayinib qilatdik. Shu 2096dan keyin shu 2000-yilning oldikenda eng yuqori pallaga yetdi. Shu mezgilda necha o'nlagan guruhlar bizning vatan har qaysi joylarda mayli qamlasin filmlarni ishladi. Aparatlarni ko'tarib chiqib ishladi. Ham u mezgilda digital kameralar umumlashib boshladi. Kino ishlash osonlashdi. Uning tanlarqimi bir qadar tuvan bo'ldi. Chunki undan burun kamera degan televiziya stansiyasi bor, kino studiyasi bor. Uni chiqish uchun qimmat vaqtda ijara olish kerak. Hatto uningki lentilari shunday qimmat. Biz shu mezgilda qilgan ta 2000-yildan keyin ani yaqinda asta-asta digitalga taraqqiy qildi. Shu Sony şirketining, Canon şirketlarininki kichik ham suzuk aparatlar chiqdi. Uningdan burun uskuna narsalarni nachar biz hamda shu Xitoylarsiz bir guruhni tashkillanmaydik. Keyin 96-yildan 2004-yilgacha davomlashgan bu 10 yil ichida nurg'unlar yosh bola yetishib chiqdi. Sana shu endi har yili bir sinf rejissyorlik kasbininki o'quvchilari Uyg'ur tilida kasbda rejissyorlik kasbining bolalari o'qishib bitadi. Endi 2000-yildan tortib garchi oliy maktablarda qo'shil o'qitish, ya'ni xitoycha o'qitish davomlashgan bilan, ammo Xinjiang san'at institutida biz davomli uyg'urcha o'qitishni davomlashtirdik. Men shu 10 yil 2007dan 2017gacha 10 yil shu Xinjiang san'at institutida takliflik professor bo'lib dars o'tdim rejissyorlik kasbidan. Biz Uyg'urcha o'timiz, darslik material xitoycha, ammo Uyg'urcha o'timiz. Ham bizni xitoycha o'tib debaqdi, ammo biz dedik, sen avval radio, kino, televiziya Uyg'urcha bo'lgan ekan, biz Uyg'ur kino, televiziya xodimlarini tarbiyalaymiz, shuni Uyg'ur so'zlaymiz. Degandan keyin xitoylar ortiq yaqinlanmay, shunga yo'l qo'ydi. Shuning bilan hamda bir turkum kino, televiziya xodimlari yetishdi. Texniklar bo'lsin, ijodiyatchilar bo'lsin yetishib, shu Uyg'ur kinochiligi dastlab qadamda bir azroq bir meva berish bosqichiga kelgan. Ammo o'ylamag'an yerdan bu 2017dagi bu cho'ng bir irqiy qirg'inchilik bilan bizning bu ishimiz yana bir qatim ig'ir zarbaga uchradi. Endi hozir balkim to'rloq chiqsangiz ko'rishingiz mumkin. Yanıla nurg'un Uyg'ur yoshlari yanmay nurg'unlagan to'g'ri filmlarni televiziyada qo'yamagan ekan, to'g'ri filmlarni ishlab o'tdi.
hamda u filmda monaitdi shu hech qanday sal astoydil temaga taqisholmaydi. Hammasi turmushda quchoq-quchoq narsalar, qiziqarli narsalar, uni qilib, buni qilib, shu yumorlik narsalar shunday qilib, shu jambaq qotida ash bolalarni, ash ayni chaq tarbiyalab chiqqan bola. Onda bo'lsa shu Uyg'ur film, sinema cho'g'il kitishi, bunda texnika ana bilan yetishib bo'lmay cho'g'ildi degan bilamdi yo siyosiy ishlar bilan cho'g'il ketdi desak to'g'ri bilamdi. Endi bu bir millatning har qanday bir sohasi bir-biri bilan tanqidamda mangidi. Endi masalan bu kinochilik taraqqiy etib ketib, adabiyot, tabiiy fan yoki boshqa narsa to'xtab qoldigan ish bo'lmaydi. Hamma narsa bir-biriga munosabatlik. Shuning shu Uyg'urning umumiy iqtisodiy taraqqiyoti, ijtimoiy taraqqiyoti, san'at taraqqiyoti shu kinoninki shu bosh ko'tarishi yoki tushishiga sabab bo'ladi. Endi bu kinochilikni shaxsan kinochilikni aytsak, u texnika, ijodiyat boshqa jihatga narsa emas. Shu butunlay shu asos jihatdan shu iqtisodiy, chunki sizningki siyosiy kuchingiz bo'lmasa, sizning iqtisodiy kuchingiz bo'lmaydi. Iqtisodiy kuchingiz bo'lmagandan keyin sizning madaniyat kuchingiz bo'lmaydi. Madaniyat kuchingiz bo'lmasa, bu millat bo'lmaydi. Chunki oxirida kirib bir millat degan bir madaniyatla munosabat narsa bu. Shunga hamda uni texnika yoki bu deyilgan asosligi bizning qo'limizda ya siyosiy kuch yo'q, ya iqtisodiy yo'q, ya shuni yaratadigan, masalan shu kalla bo'lsa-mu, shu ijodiyat bo'lsa-mu, shuni yaratadigan bizga sahna yo'q. Masalan Şinjan televiziya stansiyasi bilan men 95-yili 2015-yili Qashqarga hikoya degan 30 qismli televiziya teatrini ishladim. Şinjan televiziya stansiyasi qo'yildi. 2015ning oxiri 2016ning o'rtalarida qo'yilib 1 yilda qo'yildi. Oxiri 2017 cho'ng tutqun boshlangandan keyin bu filmda bosh rolga chiqqan Qayim Muhammad tutildi. Yana boshqa bir nechalar tutildi. Hatto shu film mablag' sog'a odamni makir ketdi. Filmda kirish degan balni akir ketdi. Shuning bilan bu film qo'yishni cheklandi. Endi bu har qitimliq siyosiy bo'ron chiqsa Xitoyda, bo'pmi bizning vatanda chiqsa, birinchi job tegadigan madaniyat sohasi. Chunki bu madaniyat millatning manfaati bilan munosabatli. Ya'ni millatning tili bilan, millatning hayoti bilan munosabatli narsa bu. Endi u doktorlar doktorlikni qildi, o'shkin doktorxonada yoki tibbiy institutda, matematiklar o'zininki ishini qiladi. Ular bevosita Uyg'ur tili bilan, Uyg'ur madaniyati bilan munosabatli bo'lmag'achqa Uyg'ur hayoti bilan uğulығы təl şamal sal aqıdıraq tegidi. Birinci job şu ədəbiyyat, sənət, mədəniyyət sahəsiga tegidi. Şuna anda olğan ki, hər qıtımlıq boran çıxış şu bizga tekkendikan, bizning ishimiz izchildirda shu yoljimidi. Ham yana bir jihatdan hamda bunda ta'qib kuchli bo'lgandikan, hamda bir gap bor, namratliqimdan tasavvurimni ishga oshirolmayapman deydigan. Odam yana chiqib pul bo'lmasa, bir narsani cho'ng tasavvur qilishqimi, ko'z yetmaydi ekan. Men ayni chaqda shu xalqaro shu İranning Abbasning kinolardek mushunda bir filmlarni ishlasam, bir xalqaro mukofotga kirishib, jiq xiyollarni qilgan. Bunda xiyolni qilgan bolalar bakchiq biz qerib ketdik mana, 50 deshib ketdik. Boshqa xiyolni qilib, shunday ishdan birini qilolmay. Endi bu sharoit bo'lmagan ekan, imkoniyat bo'lmagan ekan, asta-asta undan narsani xiyol qilishdan qo'rqadigan bo'lib qoldi ekansiz. Xiyol qilolmaydi ekansiz buni. Ya'ni namratlik tasavvuringizni bo'g'ib qo'ydi ekan. Ondan u siyosiy ta'qib yerdiki, iqtisodiy qamal anda bo'lgan ekan, endi bu narsa ashunda mangdi ekan. Endi hammani Xitoyga atibmi qo'yilib bo'lmas, endi masalan 70-80% o sabab bo'lsa-mu, balkim boshqa 20-30% o'zimizning talantchilik, ojizligimiz, balkim bizning ixtiyorimizning tuvanligidan tez taraqqiy qilamagan bo'lishi mumkin Uyg'ur kinochiligi. Ama sizce hozir mushu Uyg'ur kinochilik qaytadan asosan to'g'rilatamdi yo bir yerda jim turib qoldimi sizcha? Endi hozirgi ahvolni bilasizlar, endi u vatanda Uyg'ur kinochiligini qayta tildirish, tilga ilish degan gap, bu narsa hozir men hech qanday bir imkoniyatni ko'rmadim. Men 2017 mushaq mangdigan chaqda ikki kinoga, yani rasmiy shu film endi ma Uyg'urlar kino davrida hammasini televiziya teatrini kino deymiz, kino deymiz. Ma kasbiy nuqtadagi kino, film, TV drama emas. Shu ikki filmga imzo qo'yib bo'lgan, to'xtam qo'l qo'yib bo'lgan. 2017-yili 3-oyda. Oxir bu cho'ng tutqun boshlanib ketgandan keyin Xotan Qashqarda boshlandi. Aslida biz shu ishga ishlamoqchi. Oxiri tuttosin dedi.
Çünki bu kinoni şönçön bu yani təşviqat Xitayning təşviqat orqani boshqurdi. Ular tuttusin deb tutduq. Axir Ürümchida cho'ng tutqun boshlanib ketdi. Andan keyin o pino, o she'r, pir, adabiyot, padabiyot degan bilan hech kimning xiyoli yo'q, hammadan jon elakchiligida qoldi. Hamda hozir bu ish, masalan, hozir to'xtam, hozir mana 2017 bo'lsa, 25 yildan ortiq davomlashdi. U Uyg'ur kinochilik emas, hamda Uyg'urlar shu jinni aram boqadigan, ashunda bir ahvolda turyotdi. Hamda u ishlagan öy işi mesela iPad'ımdan kilin tanlaşı, kiyog'ul tanlaşı, andan keyin yana bir nima degandek manda Barat Mo'chan degandek filmlarni ishlab qilib baqdi bolalarga. Ma televiziya teatrlarini öy işi mesela torda qo'yilganga. Lekin hamda u ahvolni hamda kuzatib beqyapman. Ularmi bak tasqiyin ahvoli. Bizniki hamda u vatanda Uyg'ur kinochiligining qayta ko'tarilishi uchun oldi bilan Uyg'urning irqiy qirg'inchilik to'xtatish kerak hamda. Çoğun bir siyasette özgürlüş olsa, Uygur irqi qırğınçılıq toxtsa hiç bo'lmagan chaqda kamida da hamda. Hamda mustaqil bo'lsak yoki manda olib ketsa hamda boshqa gap hamda. Hech bo'lmasa irqiy qirg'inchilik to'xtab 2017dan burunqi siyosiy avog'i o'talsa ahvol, balkim ashunda ozroq umid bor bo'lishi mumkin. Agar bo'lmasa hozir vatan ichida Uyg'ur kinochiligi degandan tilga elish mümkün emas. Masalan, Şinjan Sanat İnstitutidagi men shu biz Uyg'ur tilida dars o'tgan o'qituvchilarniki men baytin yetib qilgan zamira ishdan bo'shatildi. Shu sana shu yanniki diktor Yashil sinfidagi eng qo'lliq o'qituvchi Qayim Muhammad qo'lga olindi. Andan keyin boshqa Uyg'ur o'qituvchilarning hammasi butunlay kutubxonaga yoki Oqsepga yoki yo'tkib etildi, darvoza vaqtidan qilib qo'yildi. U Uyg'ur Şinjan Sanat İnstitutidagi kino, televiziya, teatr, kino, televiziya instituti, fakulteti. Deki Uyg'ur o'qituvchilarning hammasi tutildiğini tutup, chatqa qildiğini qilib, xizmatini to'xtab bo'ldi. Hamda o'quvchilarmi anglasam hamda shu butunlay shu Xitoy tilida dars o'tadi. Hamda Xitoyning hozirgi plani hamda kelgusi 15 yil ichida Uyg'urcha radio, televiziya, gazet jurnalini yo'q qilish. Chunki bu aniq hozir kichik bolalarni hozir Xitoycha tarbiyalasa 15 yildan keyin ma cho'nglar bir quri ulab tugisa, yosh bolalar Uyg'urchani ko'maydigan bo'ladi. Uyg'urchani ko'rmagandan keyin Xitoy nima deydi desa, ko'rdigan odam yo'q hamda. Bu radio, televiziyani biz sana bergan, ammo buni ko'rdigan odam yo'q. Hamda buni ham sen ham so'chishni ko'r deb Uyg'urcha radio, kino, televiziya, matbuot, nashriyat ham to'xtatdi. 15 yildan 20 yilgacha bo'ladi bu ish agar boshqa o'zgarish bo'lmasa. Şuna menimcha vatanda kinodan so'z echish qiyin. Hamda chet elda bir turkum yoshlar bor, lekin ayta ozgan. Men hozircha jiqballarni ko'rmadim. Bir nechani ko'rdim, bir ikki bilan paranlashdim. Mening Mehmetjon Samat degan bir o'quvchimmi yaqindimush DC'da bir qisqa filmni suratga olib qaytib ketdi. Uni kirishtirib qilganga shu iqtisod mablag' qilyotdik deyman. Ham chet elda qanday bo'ldi? Buni uqmayman. Ammo men chet elda bir film ishlasam, kinochilikdan shug'ullansam deydigan orzudan tek yonmadim. Ammo men kelib shu jonalashchiligida yuryotiman. Qanday bo'ldi rasman eslab uqmayman. Siz hozirgi abay deganda ana o'xshash mukofot olsa, manda cho'ng kinoxonalarda ko'rsatilsin degandek bir narsa degandan shunga qaysi rayon masalan dunyoninki masalan Fransiya sinemadamda ya Germaniyani, Amerikani ya bo'lmasa Arab millatlarininki qaysi rayon Uyg'urlarning sinemasiga qaysi madaniyat eng cho'ng ta'sir bergan? Uyg'ur kinochiligiga eng cho'ng ta'sir bergan bir madaniyatni hamda buni kesib o'tish tez. Chunki Uyg'urlarning eng burun ishi MTVdan boshlangan bu ishlari. Bu mushu ko'rish, mushu vision, mushu narsalari 80-yillarda eng burun hamda kinochilik desa, kinochilikda hamda Xitoylar o'zining nimasi sistemasi bo'yicha ishlagan. Bu kinolar Sovet ittifoqining ta'sirida shakllangan Xitoy kinochiligi. Hamda Uyg'ur kinochiligiga hamda biz kirishgan chog'da hamda ko'proq shu bizga hamda ta'sir qilgani rejissyorlar masalan mayli Shirzat Yoqub bo'lsin, mayli boshqalar Qurbonjon aytamiz, Nijat Niyoz deymiz, jiq hamda shunda laba keyin yana bir turkum chiqdi, Jurat Voit deymiz, Islomjon Varis deymiz, To'g'liq, yana bir turkum Mehmetjon, Qurbonjon, bir turkum bolalar chiqdi. Bolalarning ko'proq deydig'ini hamda Iranning kinolarini bakrak yaxshi ko'rdi.
Chunki Iranning kinochiligi birisi hamda madaniyat jihati biz bilan bir xil o'rtaq madaniyati bor. Ikkinchidan hamda bular nihoyatda konservativ bir xil muhitdimi nihoyat yaxshi filmlarni ishlab chiqqan, hamda shu yo'lni topa olgan. Masalan, Abbas Kiarostamininki kechirmishlari, uning tarjimonini tafsili bilmayman. U odamlarmi shu garchi hamda shunda mollalar boshqarishidagi bir shariat hukm surayotgan bir davlat bo'lsa-mu, ammo yana ashular davlat bo'lg'achqa yana bir yo'llarni qilib, bir yerdan yuchuqlarni tepib kino ishlagan. Ishlab xalqaro mukofotga erishgan. Hozir ham erishyapti. Davomli ishlayapti. Iranning ichida bo'lsin, sirtida bo'lsin, ishlayapti. Iranning kinochiligi hamda Osiyoda nihoyatda oldin qatorda sanaldi. Nurg'un kino festivallarida oltin shar mukofotlarga erishdi, Oskarlarga erishdi. Haqiqatan bularniki kinochiligi Uyg'urligi ulgu bo'ldigan shunda bir kino nimasi bor. Endi ba'zi yosh bolalar Fransiyanikini bakrak yaxshi ko'rdi. Bo'libmi Italiyanikini yaxshi ko'rdi g'alaba, masalan, sap san'atni qo'g'lishimiz deydigan bir xil falsafiy nuqtadan chiqish qilgan manda kinoga qiziqadigan yoshlar bor. Bular ko'proq Italiyaninki ba'zi falsafiy sap kinolar bor. Uni yaxshi ko'rdi. Fransiyanikini yaxshi ko'rdi. Endi ko'proq Amerikaninkini, endi ko'proq soda xarakterini olgan kinochilik qo'g'achqa, endi buni endi buningmi qiziqdi, buni o'rganadi. Albatta, kinochilik bilan shug'ullangan odam bir odamning bir sohada bir nopuz egisi bo'lib yoki bir odamningki shu sohada natija qozonishi unda oson emas. U bir odam g'ardan chiqibla bir kinoni ishlabla dunyoda Oskar mukofotiga erishib ketadigan ish bo'lmaydi. Ya'ni u cho'qim dunyoning kinochiligining hamma iqimlarini o'rganadi, ularning natijalarini, muvaffaqiyatlarini o'rganadi, ularning kamchiliklarini ko'radi. Andan keyin o'ziga qaysi muvaffaq keldi, o'zi qanday bir uslubni yaxshi ko'rdi. Ular nima qildi? Odatda biz ijodiyatchilarni 3 omil kambos bo'lmaydi deymiz. Birinchisi xemiyturuch, ya'ni uningda asldan shunday san'atga, kinoga qiziqadigan yoki shuni yaxshi ko'radigan, kech kunda shuni xiyol qiladigan bir xemiyturuch bo'lish kerak deymiz. Tug'ma bo'ladi bu narsa. Ba'zi odamlarning hamda bilisizlar, ba'zi odamlarningki do'rash qobiliyati kuchli bo'ldi, ba'zilarning naqsh qobiliyati kuchli bo'ldi, ba'zi odamlarning u yoki bu talant kuchli bo'ldi. Hamda kichik bolalar qarasanglar, kichik bolalarda bakjiq talantni bayqaysizlar. Ammo ular cho'ng'ilishga ergishib, ota-onalar hay undaq qilma, hay bundaq qilma deb yurib, talanti bo'g'iladi. Talantni saqlab qolganlar oz bo'ldi. Shunda talantli bo'lish kerak. Ikkinchisi hamda o'rganish bo'lish kerak. O'rganish degan bilim jug'lanmasi bo'lish kerak. Masalan, bir kasbingiz talantingiz bo'lsa-mu, siz shu kasbga oid nurg'un narsani o'rganmasangiz, o talantingiz bilanla o bir narsa qilib bo'lmaydi. O'rganish kerak. Ya'ni bu o'rganish deganning nimasi doirasi man kengri. Ya'ni dunyo kinochiligininki butkul masalan Italiyaning kinochiligini, Fransiyaning kinochiligini, Amerikaning kinochiligini, masalan Yaponninki, masalan Iranninki shu hammasini o'rganish kerak. Nodir filmlarni ko'rish kerak. Andan keyin sizda azroq jug'lanma paydo bo'ldi. Agar bu bo'lmasa talantga tayanibla bir ish qilib bo'lmaydi. Endi uchinchisi izchillik qilish kerak deymiz. Izchillik qilish kerak. Endi masalan qo'pol gap bilan aytganda qo'ng bo'lish kerak deymiz. Ya'ni nima chidab qilish kerak bu narsani. To'xtamay qilaverish kerak. O bir ishni birini qilib to'xtab qilib, bir kun qilib, ertasi to'xtab qilib qilsa, bir ishni oxiriga hech qilib bo'lmaydi. Shuning hamda shu uch narsa tang bo'lmasa, o bir odam bir ijodiyat bilan shug'ullangan odam bir natija qozonolmaydi, natija yaratolmaydi. Shuning hamda meningcha hamda bu savolingizga nima deb javob beray? Hamda agarki haqiqiy kino bir rejissor bo'lib yoki bir kino xodimi bo'lib deydigan odam shu hammasini o'rganadi. Shuning ichidan balkim yo birsiga bakrak ishtiyoqi yaxshi bo'lishi mumkin yoki hammasining bir xil aloqalarini o'ziga mujassam qilishi mumkin. Bu ham shu odamning ditiga, aqliga, bilimiga, iste'dodiga munosabatli ish hamda. Hamda yig'inchoqlab javob bersam, biz bakrak hamda shu Iranning kinochiligiga bakrak havas qilgan hamda. Shu hozir joyini qaraganga o'xshash o'xshamaydigan time period, mana vaqtlarning bir ta'siri bo'ldi-ku, masalan, bir vaqtning ichida tarixda bekcha ishlar bo'lgan bo'lsa, shu ishlarda cho'ng bo'lganlarningki bir ta'siri keyin shu kinochilikni kiriktirgan degandek. Masalan, Avropada, bo'lmasa Amerikada 2. dunyo urushidan keyin
Schindler's List degende kinolar şu Yahudilarning ko'rgan kunlarini ilqanda ifodalaydigan bo'lsa Italiyaninki Life is Beautiful deb bir kinosi bor. O'xshash hikoya so'zlaydigan. Ashunga o'xshash Uyg'urlarning qaysi mana yil vaqtlari bizning kinochilikqa eng chong ta'sir etkazgan? Endi aşında bu kino degan turmushga taqlid qiladigan narsa, u mayli falsafiy bo'lsin, mayli sap san'at nuqtasidan bo'lsin, mayli real turmushni aks ettiradigan narsa bo'lsin, tarixiy film bo'lsin, nima bo'lsin, bu yana ham turmushdan keldi bu narsa. Turmushga taqlid qildi. Chunki kino odam yana mang'idi, turdi, hatto avatardimi shu odam yana odam. U boshqa narsa emas endi. Mayli beliq, yermi beliq bo'lsin, mayli yerim at bo'lsin, u odam endi u. Şuna hem de turmuş taqlid qilgan, turmuşning logikasini chiqib ketmaydi endi. Şuna unda bo'lgan ekan, bu insonlarning turmushidagi cho'ng o'zgarishlar, cho'ng tarixiy burilishlar kinolarda aks etadi. Masalan, 58-yildan keyin nimishqa Uyg'urlar temasida bir turkum kinolar ishlandi, ammo kinoning hammasi Xitoyning shu chog'dagi siyosiy ehtiyojiga asosan bo'ldi. Masalan, Anarxon degan kino inta munavvar bir kino. Uning texnikalik qurilmasi bo'lsin, ya'ni kino nuqsidan aytgan chog'da yaxshilangan bir kino. Aynı çağdaki şu 60. yıllardaki 62. yıl işlengen şu çağdaki şarayet kısıtlı etken çağda Anarxon degan kinonu tep körep baksanlar buldu. O kinonun meyli aktörlük bolsun, operatörlük bolsun, nur bolsun, umumi kurulma cihet etken çağda pek yaxşı munavvar bir film Anarxon. Lekin o film çöldüsün neymi üçün işlengen dese şu yer ıslahatı, pomuşçuk baylarını joylashtirilgan film. Hem degan namratlarını küşkürtüp, bay pomuşçuklarını bizni azgan bu deb dastlabda kompartiyaga kirib biz sizlarga shariat bo'yicha o'zinglarningki shariatni qozilarni saqlab qolamiz, chiqilmaymiz u deb kirgan. Kirgan ekan uni bevas yo'qotmay, andalik namrat odamlarni o'qitib qo'yib turib, ya'ni akilib uni xizmat ishlab ishxonaga kirib, sen Osman Qozining ustidan seni nim qilganmi ayni chaqda u biz voy meni shundoq qilgan desa unda odam degan chunki nafsaniyatchi narsa. Uning ustiga namrat odam texmi ba'zi moddiy manfaat oldida asalla boshiga edi. Shunlar shundoq qilib u Osman Qoziga qarshi selib demak Xitoyning yer islohot, ya'ni dehqonlarning yerini tortib olib, undan keyin boy pomchiqlarni, mo'lla ulamolarni, ya'ni shu qattiq tanqid qiladigan, otadigan, o'ltirdiganga bana tepish uchun bo'lgan bir turmush aks ettirilgan bir film endi u. Qarmoq Anarxon bilan Qurbonning muhabbat tasvirlangan bilan amniyat bu film tegi o. Shunga endi Xitoy ayni chaqdagi siyosiy ehtiyoji bilan shunday filmlarni ishlagan. Endi Madin Cloud'ning keyinchi masalan men bay degandek shu artist bo'lmaydigan qiz u bu degan filmlarning hammasi shu davrning mahsuli. Ya'ni shu davrda shunday bir ma'lum bir ijtimoiy hodisa yoki siyosiy hodisa tufaylidan shakllangan ijtimoiy holatlarni shu film orqali aks ettirib qilgan. Endi Uyg'ur u chaq kinoning hammasi asosan tanqidiy realizm deb qo'yamiz, ma u Uyg'ur adabiyotining shu chaqdagi asosiy iqimi degan tanqidiy realizm degan reallikni nachar ishlarni tanqidlash asos qilingan. Endi yaxshi odam bor, yomon odam bor. Yaxshi odam eng oxirida yomon odam ustidan g'alaba qiladi, tugaydi. Uni ham o'zining siyosiy muddasi uchun ishlatgan. Shunga ham barqash davrlarda shunday davrning bir tamg'isi aks etadi. Endi bundan keyin balkim Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi Uyg'urlar shunda aman techaman o'talsa, balkim bir mazgildan keyin Uyg'urlar saqlanib qola olsa, mush Uyg'ur irqiy qirg'inchilik oid kinolar ishlanishi mumkin. Kinolar ishlanishi mumkin. Masalan, shaxsan hozir mening bir kitobim aslimam kechida tutqun qilinishni kutish degan bir aslimam hozir 13-14 xil tilda 8-oyning 1dan boshlab nashr qilindi. İngilizceden ve Penguin degan Amerikadagi eng chong nashriyat shular nashr qiladi. Eng oxirgi korrektorlikni ko'ryapman hozir. Endi shu nimani shu kitobni 2013-yildan tortib 2020-yilgacha bizning Amerikaga qochib chiqish jarayonimiz, Uyg'ur ziyolilarining ko'rgan kuni, mush narsalar tasvirlangan bir film endi. Shunimi bir film animation dokumentariy film qilamiz deb hozir shuningki nimasini so'zlashyapmiz hozir. Hujjatli film qilamiz, ammo buni ham Xitoyga berib ishlash imkoniyati bo'lmagan ekan, buni bir xil karton shaklida qilamiz deb shu bir shirkatlar deyishyapmiz hozir endi. Masalan, u uzun film bo'lib chiqadi. Nima deymiz? Feature film bo'lib chiqadi. Masalan, balkim 90 minut yo 100 minut ishlanishi mumkin. Agar unda ishlansa, hamda bu film hamda dokumentariyda hamda
Balkim endi buningki hikoya filmlarim chiqishi mumkin. Bundan keyin endi mening o'zimning uyamdimi Uyg'urlarning muhojiratlik hayotini, tarixini, kechirmishlarini imkoniyat bo'lsa, shunda bir kinolarni qilib ishlash planim bor endi. To'xtamay xiyol qilaman, endi u xiyol degan endi shu odamni umidlantiradigan, odamni yaxshi ro'yxatda saqlab turadigan bir narsa endi. Shunda umid bilan turamiz ham. Balkim shunda bo'lishi mumkin. Yani şu yılında Uyghur kinoçılığı ta'sir etkizgen narsalar arasında qaysi masalan kategoriyalar bulduğu masalan romans damdoq, tragedy damdoq, bunsa komediya degandek narsalar arasında Uyghur kinoçılıqda eng çoğ inniq ko'rinadigan ya bunsa eng çoğ ta'sir etkizgen hissiyat nima degil bo'ldi? Biz tragediya, biz komediya. Mush ikki qutuq bilinish bak ig'ir Uyg'ur kinoçılığıda. Çünkü bizningki xalqninki ko'rmanlarning estetik ehtiyoji bo'yicha bo'ladi-ku nurg'un narsalar. Endi bir kino degan o bazo bilan munosabatlik. Xalq nimani yaxshi ko'rsa, endi biz shuni ularga sunadigan ish bo'lmasa pul topib olmaydi. Endi she'rni endi yaxshi ko'rsin, yaxshi ko'rmasin, o'zimiz yaxshi ko'rdik, o'zimizni ifodaladik deb yezaveramiz. Ama kinoning o'xshamaydi, uningga pul sarf qilindi, o pulni qaytarib olish kerak. Endi san'at uchun san'at qilaman deb, endi dadasining jiq puli bor odamlar bo'lsa, endi o'z necha million dollarni xajlab, kinoni ishlab, festivalga qatnashtirib yoki o'z uyida ko'rib, huzurlansa, o boshqa gap endi. Ammo endi bu kino degan apparatni ko'tarib ko'chaga chiqqandan keyin pullar mangdigan narsa emasmi bu? Shunga endi buningga cho'qim mablag'ni qaytarib olishni ko'proq asos qilamiz. Unda bo'lgandan keyin shu haqqa nima kerak deganni o'ylaymiz endi. Lekin shundaqdimi endi bir jamiyatninki, bir millatninki shu vaqtdagi reallikidagi bir xil xohishlar, shu mazgildagi uning estetik qimmati, nurg'un narsalar uning singidiki. Endi shu VCD filmlarini olsak, masalan 96-yillangan Bu kishini tanimsiz degan film dastlabda Uyg'urlar o'zi mustaqil rejissyorlik qilib, o'zlari rol olib, o'zlari yezib, o'zlari ishlab qilgan bir film. Komediyalik film endi. Anadan keyin ishlangan filmlarning ichida ya komediyalik yoki night tragediyalik. Masalan, Ayg'va degan bir tragediya bilan tugaydi. Masalan, men ishlagan filmlar ichidan Ayg'va tragediya bilan tugaydi. Qarong'i tog'mi shunda, Saradagi mo'nliq kiyimi shunda, eng og'ir turma kirib shunda o'lab, shunda tugaydi. Anadan keyin nurg'unlagan boshqa masalan bu tush emas deymiz, Olimjon bo'lumsin deymiz, nima bu tush emas deymiz. Anadan keyin bir mo'chamda filmlar bor. Buning hammasi asosan shu tragediya bilan oxirlashgan. Tragediya bilan oxirlashgan. Endi yana bir turkum masalan Olimjon bo'lumsin deymiz, Dab deymiz, anadan keyin shu Qirliq stakan deymiz. Bir turkum avut falokat deydi, u deydi, bu deydi, bir turkum komediyalik filmlar bor. Endi bu Uyg'urlar yoki shu ko'ngli chiqqa, yoki olmaydi shu yig'lashqa, shu shunda bir xushtar bir ikkiga bo'lingan bir xil psixik bo'linish altidagi bir jamiyatda yashayotganligi ifodalandi buningdan. Endi bu tragediyaning ko'proq tragediyani ishlaganlarningki rejissyorlarning psixikasini aytgan chaqdimi, endi axtan bizda ham tragediya degan narsa, tragediyaga bo'lgan bir xil ishtiyoq, go'zallik ayni chaqda bizning realligimiz bilan bakkaligi, realligimiz bilan munosabatlik. Masalan, men ishlagan 3 filmning hammasida asosli rol ayollar. Endi bu Uyg'ur kinochiligida shu 96-yildan 2005-yilgacha bo'lgan bu VCD filmlar ichida bu ayollarning taqdiri bak muhim bir cho'ng tema bu. Ayni chaqda Zamira doktorlik maqolasini yozganda men bilan jiq paranglashdi. Shu doktorlik maqolasidagi ba'zi bo'pmaliq nazariy nuqtai nazarlar to'g'risida jiq paranglashdik. Chunki u filmlarni turga ayirish kerak, uning ichidagi temalarni, bosh temalarni nazariy jihatdan sharhlash kerak-da endi. Shu chaqda mush temani ayrim bir bob qilib yozdi endi. Shu ayollar masalasini. Ya'ni Uyg'urlardagi ayollarning taqdiri, ayollarning tragediyasi bakjiq filmlarda tasvirlangan bu filmlarda. Endi bu reallikniki yoshirin ong'i singib ijodiyotchilarningki, ssenariy yozganlarning, rejissyorlarningki, hatto shu ko'rmanlarningki o'rtaq kollektiv yoshiringdagi bir omil bu. Ya'ni bir millatda agar ayollarning taqdiri shunday ichinishli bo'ldi ekan, bu millat ro'naq topolmaydi deb butkul bir millatningki ayollarning o'rniga diqqat qilishi bu millatning qad ko'tarayotganligi yoki rasmiy o'zida o'ylanayotganligini bildirdi. Xitoylardami ayni chaqda Jang Yimo degan Xitoy, masalan 90-yillarda
Hungalyan degan kinoni ishildi. Uningdan shu ayollarning taqdiri bor. Keyin Da Hunlungdan Go deb uni ishildi. Uningdan shu ayollarning taqdiri. Hatto keyin o'g'lim kapadishgan babam Beji degan avvaliq nimaga Chinkaygo degan kinolarim ashundoq. Rasmiy bu bizdek masalan manda hamda Uyg'urlardek bo'libmi manda. Hatto nimaniki Abbosninki masalan nurg'un kinolarim ayollarning taqdiri, bolalarning taqdiri. Bu hamda ashunda bir xil konservativ bir jamiyatda, ya'ni bir xil huquqsiz qolgan bir ojiz to'plamniki, ojiz millatlarningki nayt sezgur bir temasi bu ayollar temasi. Shunga bu tema bakrak gavdilindi. Andan keyin hamda komediya deb hamda nurg'un odam yana real turmushdagi tragediyadan, real turmushdagi qiyinchilikdan nayt zirkido. Shunga ular komediyani yaxshi ko'rdi. Ammo yana bir tur kerakda Uyg'urlarga. Hindistonchi qahramonlik kerakda. U narsa ishlanmadi ammo. Hindiston kinochiligini so'zlayman men. Hindistonda namrat odamlar bakchi qo'ygan ekan, ular shu kunlik turmushdagi reallikdan qechib, shunda qahramonlar, masalan, uningda qanday bo'ldi desa, boyning qizi namrat yigit bilan to'y qildigan, yo namrat qiz boyning o'g'li bilan to'y qildigan, yoki bo'lmaydi ma'lum bir qahramon dunyoni qutqizdigan. Bu shunday tema bak umumyuzlik. Biz uni sinab baqdik. Shunda bir Uyg'ur qahramonlarni yaratayli, bir batırlarni yaratayli dedik, ammo uning imkoniyati bo'lmay qoldi. Ya'ni ssenariy tasdiqdan o'tadigan manda imkoniyatda unda Uyg'ur qahramonlarni bo'lmalıqı darajadan tashqari qahramonlarni yaratish u Xitoyninki tashrish organlari yo'l qo'ydigan tema emas ekan. Shuning bilan u temalar o'tirib chiqmay qoldi. Shu tema chiqqan bo'lsa, hamda tipik bir millatninki shu chaqdagi ro'yal aks etgan bir sistem yaratildi. Ahir savol, agar mushu bütün Uyg'ur kinochilikni ifodalaydigan ya bo'lsa tulluq mushu boshqa kino ko'rmasanlarmi, mushu kinoni ko'rishinglar kerak deb siz tavsiya qilgan Uyg'ur kino qaysi bo'ldi? Bu nemdi? Birini tavsiya qilmay, hamda chunki birini tavsiya qilsam, hamda men bir rejissor o'zim, shu ishning ichidagi odam, unda bo'lganda ekan birini tavsiya qilib palonchi desam to'g'ri muvofiq bo'lmas. Bir nechini tavsiya qilay. Masalan, Sherzod Yoqubov degan Olimjon bo'limsizmi deganni ko'rib boqinglar. Komediya nuqtasidan. Anda yana birisi Sirliq stakan, Qirliq stakan degan shu ikki filmni ko'rib boqinglar. Amsal Astoydil men temidagi filmlardan menimcha bu tush emas bilan Oyguva degan filmni ko'rib boqinglar. Shuni ko'rib baqsanglar, Uyg'ur kinochiligininki umum texnik saviyasi, tema qiziqish doirasi, andan keyin shu chaqdagi hamma narsa saviya, tema hamma narsani bilgili bo'ladi. Tarika, sizning bugun ko'p so'zlaganingizga ko'p rahmat. Bizning dialog programmamiz mushu bir narsa savollar bilan musha tuga qoldi. Bizning digital mehmonlarimizga ko'p rahmat ko'rganlarga. Shu Facebook, Instagram, YouTube'larda ayg'arsanglar, davomli kelarki programma qachon boshlanadi bilalaysizlar. Rahmat. Sizga rahmat. Rahmat.